Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2023-yili 1-oyning 27-kuni juma. 2 haftada bir qatim chiqadigan video chiqishim. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq. Oldi bilan sizlarga bu yil Istanbulda o'tkazilmoqchi bo'lgan Istanbulda 20 leksiya degan faoliyatniki ahvoli to'g'ri qisqacha uchur beraman. Bizdeki birinci basqıçlıq vəzifimiz bizge kelgan maqallarni qisqacha mazmunni baholashni o'tkazib tanlash shu ishdi. Bu ish oxirlashdi 1-oyning 15-kuni. Hozir ham maqola yozish bosqichiga kirdik. Bu qatim bizga kelgan maqolalardan 48 parcha maqola tanlandi. İsmidimi chiqib turganidek aslida biz İstanbulda 20 leksiya deb faoliyatni shunday atagan, ammo maqolalar biz umid qilgandan ko'p tushdi. Nihoyat sifatli maqolalar tushdi. Pek xush bo'ldik. 48 parcha maqola, 42 yozuvchi. Bunday bo'lishi ba'zi yozuvchilarniki 2 ta maqolasi bor. Ashta bo'lib jami 48 parcha maqola bo'ldi. Hozir shu maqola yozish bosqichi endi boshlandi. O'tgan qatimlik videoda mush maqolalarni tahrirlab turadiganға adam yordam lozim degandim. Hozir 3 tahrir bor, men bizga o'zini ma'lum qilgan tahrirlardan ba'zilari ishni boshlab bo'ldi. Bo'lsa 48 parcha maqolaga 8 yoki 10 tahrir bo'lsa yaxshiroqdi. Bir odamga tushadigan vazifa ig'ir bo'lib ketmaydi. Shunga bo'lsa mush sohada to'p qush olayman, to'p qushiman deydigan qarindoshlar bo'lsa, ukalar bo'lsa men bilan aloqalashsanglar. Müşini bir obdan urilgan bolsak. Endi bu maqala yazgan qarindoshlarning ko'pinchisi nayda qo'lida qilan to'xtaydigan qarindoshlar nayda yuqori sifatli yozdi maqolani. Ashtaq bo'lsa-mu bir qatim kichik masalalar bo'lsa bir qatim tahrirlashni o'tkazaylik deb o'ylagan. Shunga bu ishda yordam qilgan qarindoshlar bo'lsa men bilan aloqalashsanglar. Maqolaning oxiriga bu maqolani Pukuni tahrirladi deb yozib qo'yamiz agar o'zingizlar xohlasanglar. Tahrirlar. Xalmısanlar da deb yazmaymiz. Bunu deb qeydedim. Endi bu faoliyatniki asosliq mazmundan ikki cho'ng'i bor. Birisi yig'ilgan maqolalarni kitob qilib chiqarish. Biz leksiya kunidan burun kitobni besib chiqarib bo'lamiz. Leksiyani naq maydoniga olib, shu leksiyaga kelgan qarindoshlarga uni haqsiz taqdimiz. Kitobniki cho'ng kichikligi mushtarak bo'ldi. Bunda qilsa cho'ng ko'rinyapti. Bu İngilizce birlikte 6 inç, kengligi 6 inç, igizligi 9 inç buludu. Ma kitap Uyghur Adliye Arxiv Ambiri tayyorlagan, ondan keyin Uyghur Project Fondi bastırgan kitap. Nima lager haqidagi 100 parça ispat degan kitap. Bu kitapni biz bastırgan, buni haqsiz taqdivatimiz. Bu qatim chiqarmoqchi kitobning cho'ng kichigi mushtarak bo'ladi. 48 parcha maqola bo'lg'ashqa qilingan mushtarak bo'ladi deb o'ylayman. Bu kitob 508 patgan. 508 pat shunga biz chiqargan kitob mushunchalik bo'ladi deb o'ylayman. Shunga bu bir ish bo'lmoqchi. Bu faoliyatniki yana bir mazmuni, bu kitobda 100 parcha isbot bor, bu ingliz kitob. Buni ingliz dunyosidagi do'stlarga suhbat qilsanlar yaxshi kitob bu. İstanbul'dan alaysizlar bunu. Anında bunun için de ben belki 3 ispat var. 3 adam doğru koyarken ispatım var. Nime yeni bir mezmunu şu İstanbul'daki 20 leksiya. Bu kançılık adam kelip leksiya beralaydı. Bunu pat yakında onunki sanlarını çıkarımız. Xudayimiz her katımlık videoda mesela dep beralayma. İhtimal leksiya 2 gün buluşu mümkün. Benim güzel parazitçe. Anından keyin men yaqında bir maqola yozib, uni Facebookga to'g'rilarga chiqargan. Bir qism qarindoshlar o'qidinglar. Maqolaniki temasi o'zimizni qutuldirishda foydalanishga bo'ladigan qanday yo'llari bor degan maqola. Bu maqola men bu qatimki 20 leksiya faoliyatiga 2 maqola tayyorlamoqchi. Shuniki birinchisi ma'u. Yaqında Avstraliyadagi singlimiz Parizat G'ayrat bu maqolani o'qib ovoz o'qib uni video qilib berdi. Men bu videolarni uturliq Facebookga va YouTube kanalimga chiqaryapman. Bo'lsa anglab yiqinglar. Bizningki oldimizga muhim bir vazifa
o'zimizniki milliy sapasini o'stirish bundaq masalaga yetishishdagi muhim yo'llarning birisi mana shu o'rganish bilim olish endi shu bu sohadagi xizmatlarning biri bu endi bu maqola 9 qism 9 video bo'lib chiqdi. Hozir 4'ini chiqarib oldim men Facebook'a, YouTube'larga davomli chiqaraman, 2 kunda birini chiqaryapman. Har birisini anglashga 10 minutmi vaqt ketmaydi. Endi o'ylab baxsan bo'ladi. Men bir kitobni o'qib, u bir kitobni bir maqola qilib tayyorlab chiqdim. Farzat singlimiz uni o'qib, ovozli hujjat qilib, onandagi uni bir rasmga kirishtirib video qildi. Undan keyin men uni Facebook'a, YouTube kanaliga chiqardim. Farzat singlimizmi o'zining YouTube kanaliga chiqaryapti. Mushtaq ishlarga qanchalik vaqt ketadi, qanchalik ajr ketadi. Aslan shuni so'zlagan chaqda sizlarniki bir qismni o'qish uchun ketadigan 10 minut, 7 minutni 10 minutgacha vaqt uncha cho'ng narsa emas. Bo'lsa anglab boqinglar. Hech qanday bak oldirishib ketib chulam tagmaydi degan taqdirdami kir so'z qismi, birinchi qism bilan xulos qismi, 9-qismini anglab boqsanglar bo'ladi. Bir anglab boqinglar. Anglab bo'lgandan keyin ehtimol qolgan qismiga qiziqadigan bo'lib qolishingiz mumkin. Endi yaqindagi cho'ngroq xabarlarning birisi Amerikaniki sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo oldingi kuni bir kitob chiqardi. Never give an inch. Bu degani hech qanday yo'l qo'yma degandek. Hech qanday yo'l qo'yma, hech qanday murassa qilma degandek. Men tushundim men. Bu kitap Pompeo'niki tercümali, özün tercümali. Amerika'nın bir ananesi var. Prezidentlik saylamıga düşüdüğün kişiler şu saylam buluştan bir neçe yıl burun özününki tercümalini kitap kıp gezip çıkırıldı. Bu işler ait köp, hazır mı çıkmadı. Mesela hazır mı saylamı düşmekçi olan DeSantis degen Florida'nınki ştat başlığı, sabık muavin prezident Mike Pence deganlarniki bu kitapları çıktı yakında. Endi Pompeo mu 2024 yılı prezidentlik saylamıga qatnaşmakçı. Şuna şunun aldığındaki bir tayyorlik. Hazır Cumhuriyet Partiyasidan özünü namzat qilib köstüp bo'lganlardan 4 kishi bor meniki esimda qilishcha. Uning birisi Trump, ondan keyin ikkinchisi Florida shtatidagi Cumhuriyetçi ştat başlığı DeSantis degan kishi, ondan keyin burunqi sobiq muavin prezident Pence, ondan keyin Pompeo. Bularniki hozir bu raysanashlardagi natijasi Trump qolganlarning hammasidan ko'p ustun. Qolgan uchiniki biroz yaqin kelib qoldi. DeSantis 2-chi, ondan keyin Pence 3-chi, Pompeo 4-chi degandek mesela tizilyotir hozir. Endi oxirida qanday bo'ladi buni bilmayman. Uni hozir bilmaslik bo'lmaydi. Bu kitaplarniki mazmun to'g'riliq analizlar xili tahlillarni o'tirib qo'yapti hozir. Bu tushgan tahlillarning ichida Uyg'ur to'g'riliq gap yo'q. Shunga bu kitobni o'qib boqmadim men, chiqish kundek bo'ldi bu kitob. Uning ichida Uyg'ur to'g'riliq mazmun bormi yo'q, uni bilmayman men. Ehtimal pat yaqinda bir qism qarindoshlar buni tep chiqadi. Mening qo'limda kitobim yo'q hozir, shunga uni izlashga imkoniyat bo'lmaydi. Endi xabarlarda bo'lgandek Amerikada Xitoyniki Uyg'urlarga qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb ang oldida o'tirib qo'ygan, kuchli darajada o'tirib qo'ygan kishi shu Pompeo endi vazifadagi vaqtida dedi bu gapni. Shuning bilan hozirgi tashqi ishlar ministrimi u gapni u bahoni davomlashtirib kelyotdi. Uni irqiy qirg'inchilik deb. Shunga bu Pompeo Xitoy bilan bo'lgan kurashdimi intayin maydon ro'shan, kaskin, unumlik holda ish yapagan odam endi. Buning kitobini o'qib beqish ahamiyatga ega deb o'ylayman. Xudoyim bo'lsa keyincha buni tarjima qilib Uyg'urlar degan tor jurnalga chiqarishimiz mumkin. Bu to'g'risida paranglashmadim qolganlar bilan bundan keyin paranglashimiz endi. Chiqarishimiz mumkin. Hatto bu kitobni Uyg'urcha tarjima qilib nashriyat huquqini ilib kitob qilib chiqarishimiz mumkin Uyg'urcha tarjimasini. Ashtaq o'ylami bor. Bizniki Uyg'ur Project fondidagi direktorlardan shuna takliflar tushyapti hozir. Bu to'g'ri biz ikkinchi qaror olamiz. Ana buning ichidagi bir qiziq mazmun xabarlarda bor. Xitoy shu g'arb bilan bo'lgan kurashda Shimoliy Koreyadan intayin foydalanib kelyapti. Davomli shu Shimoliy Koreyani o'tirib chiqib turib o'yin o'ynab,
nurg'un paylarni ko'rib ketdi. Shunga odatda kishilarga beradigan ta'sir Shimoliy Koreyaniki boshlig'i Kim Jong Un mu ehtimol Xitoyga bilan intayin yaqin Xitoyga omroq deb faraz qilamiz odatda. Bu qatim Pompeo'ning kitobida oshkorlangan bir ish. Pompeo Shimoliy Koreyaga berib Kim Jong Un bilan ko'rishib shu joyda qilishgan paranlarda bayqishcha Kim Jong Un Xitoylarga qat'iy ishonmaydi. Xitoylarni aldamchi, yolg'onchi deb atabdi, liar deb atabdi. Amaliyotda qat hargiz ishonmaydi. Endi bu joydagi ahvollarning bir qismini biz yaqinqi ahvollardan ko'rgan. Xitoy virusi chiqqandan keyin birinchi bo'lib Xitoy bilan bo'lgan chegarasini itayotgan davlat Shimoliy Koreya. U butunlay itayapti. Keyin Xitoy hukumati Shi Jinping Shimoliy Koreyaga biz shu virusdan saqlanish vaksinasini beraylik desa, ular rad qildi, olmaydi uni. Chiroyliqcha buni bizdan bakar ehtiyoji bor. Üçüncü devletlerge birin, üçün dünya devletleri birinler, biz lazım emas deb buni olmaydi. Yaqinda mu vaqtim Xitoylar nol virus siyosatini amaldan qoldirgandan keyin oldi bilan yana Shimoliy Koreya Xitoydan kelganlarni to'xtatdi bular. Butun hech qanday arpan kirgizmaydi endi. Buningda mu uni ishonmaydiganligi biroz bilinadi, lekin bu kitobda bu narsani aytib, aniq o'tirib qo'yilibdi endi. Buni boshqa necha qiziqarli yerlarmi bor. Onu o bilenki deyken gaplar mazmunlarla ancak münasebeti yok. Şu an hazır oturup demeye durmam. Endi Xitoyniki ikki cho'ng do'sti var dünyada. Onun birisi Shimoliy Koreya, ama ahvoli abakadakkan, yana birisi Rossiya. Hozir analizlarning o'tirg'iga qo'yishicha, amaliyotda Rossiya mu Xitoydan foydalanish yo'lida tirishayotgan bo'lsa-mu, shu hozirgi Ukraina urushi, tajovuzchiligi munosabati bilan lekin Rossiya Xitoyga ishonmaydi degan gaplar o'tirg'iga chiqyotdi. O'tgan yil 12-oyning boshlarida deyman, Xitoyniki bir muavin prime ministeri darajalik bir adami boshbaqoni degandek bir adami Rossiyaga berib, Rossiyadagi o'zlariga o'xshash darajalik amaldorlarni ko'rishgan. Shu chaqda bu Xitoy amaldor Xitoy hukumatining Rossiyaniki Ukrainaga tajovuz qilishini to'g'ri tushunganligi, to'g'riliq, andan keyin uni qo'llaydigan to'g'riliq degandek bir qism gaplarni degan Rossiyaga. Asli bu gaplar intayin maxfiy gapkandiq, lekin keyin u Xitoy rahbari u nimani o'zining ziyoratini oxirlashtirib Xitoyga qaytib kelgandan keyin Rossiya e'lon qilyapti buni. E'lon qilyapti. Asli bu maxfiy gaplar ekandiqda. Shunga mushunga asosan endi hozir bir qism analizlarning deyishicha, amaliyotda Rossiya Putin bu Xitoy hukumatiga ishonmaydi. Gerçi ikisine yaqinda ko'ringan bilan amaliyotda ishonmaydi deb shundaydi. Endi shu bir qancha kunniki mobaynida o'tirg'i chiqqan yana bir ish bor. U nima desa, hozir Xitoy hukumati Rossiyaga harbiy materiallar va boshqa jihatlarda Rossiyaga yordam qilib Xitoy hukumati yordam qilib turibdi. Bu uchur yaqinda pash bo'ldi. Pash bo'lib, Amerika ayni vaqtda o'tgan yillarning 12-oylari Xitoyga intayin qattiq ogohlantirish bergan. Agar sen Rossiyaga yordam berma, Rossiyaga yordam bersan kurdig'ining bor degandek gaplar bilan. Hozir endi Amerika bu yaqinqi bayqagan ahvollarni e'lon qilib, hozir qattiq tadbirlarni olish haqida boshqa turyapti, bu to'g'ri so'zlar o'tirib chiqyapti. Endi bu qatimki mush uchurlarning pash bo'lishimi Rossiyaning o'ynagan o'yini degan gaplar o'tirib chiqdi. Rossiya Xitoyni so'ra patqaqa akirish uchun mushlan qilyapti deb. Ayni vaqtda Rossiya Ukrainaga kirishdan burun bu Shi Jinping bilan Putin ko'rishib, bu to'g'riliqni maxfiy suhbatlarni olib berib, kelishim tuzgan bular ikki jihatdan. Lekin hozir Xitoy yenyapti oqsiga. Qarsa Rossiya uxtamagan, o'tiradigan holatga qolgan uchun Xitoylar oqsiga yenib oldi. Bu oshkora qo'llamaydigan holatga kelgan yaqinda. Ashta bu boshqa buning albatta Rossiyaniki Putinninki noroziligi bor. Xitoy nima patqaqa so'rab akilish uchun mishdan pash qilyapti degan gaplar o'tirib chiqyapti. Andan keyin yaqinda shu o'tirib chiqqan shu yana bir gap, Putin Xitoy fuqarolariga shu Ukrainaga, Rossiyaga kelib shu urushga yordam berish
agar yordam berishga kelsa xitoyning yoshlari mayli er olamdi ayol olamdi kelsa shu urush tugagandan keyin ularga moskvaniki aholi nupsiga ularni moskvaning aholi nupsiga oldiganligi haqida ikki jihatdan o'tirish qilibdi degan gaplar o'tirish chiqyotidi. Bu qanchalik rost men uni aniqlay olmadim. Mana gaplar bor hozir. Endi Rossiyadagi dastlabda shu Ukraina bilan Rossiyaning chegarasiga to'plagan askarlaridan 150 mingdak askar bordi. Dastlabda jiqini. Hozir ba'zaniki mo'ljallashicha bu askarlarning hammasi o'lib bo'ldi deydi. 150 ming askar. Aslida bu boshqa Rossiya oldinda cho'ng qiyinchilikda ammo ko'p qismi o'lib bo'ldi deydi. Qiyinchilikda bo'lgani uchun o'tgan yil Putin endi yangidan 300 ming askar oldiganligini e'lon qilgan. Bu ish bo'lgandan keyin ruslar chetga qachish ruslarniki chetga qachishi bir to'lqin bo'lib ketgan. Hozir yaqinda 1 million 500 ming odam askarga olaman degan narsalarni o'tirib chiqaribdi. Meni ko'rgan xabarlarimda o'tirib chiqaribdi. Ammo analizlar deydi, Rossiyada askarga og'il bo'ladigan bunda 1,5 million odam qolmaydi deydi. Shunga bu jihatda hozir Rossiya intayin cho'ng qiyinchilikda askar jihatdan bo'lgan ziyon bak eg'ir mushta bir ahvol davomlashyapti hozir. Buningga qarshi holda chorshanba kuni Amerika bilan Germaniya Ukrainaga ilg'or tipdagi tanklarni birdiganligini e'lon qildi. Buning ichida Amerikaniki birdigan tankisi 62 tank ekan. Buni M1 Abrams deb ataydigan bu tankini. Anikin Germaniyaning birdigini 14 tank ekan, Leopard 2A6 deydi. Leopard 2A6 degan tankidan 14ni birdi ekan. Mushtaq tanklarni ba'sa endi Ukrainaniki tank qo'shininiki kuchi Rossiyadan ko'p ustun bo'lib ketadi ekan. Bundaq bo'lishidagi sabab bu tanklardagi qurollarniki saviyasi Ruslarniki tankisidan ko'p ustun ekan. Ondan keyin 2 kilometr doirachidagi o'zimizga minib yurayotgan tanklarni etib vayron qila olar ekan. 2 kilometr doirachidagi ondan keyin bu tanklar kechisimi urush qila olar ekan. Ya'ni kechis kurdigan durbullar bilan qurollangan ekan bu tanklar. Aslida bu boshqa bu tanklarniki Ukrainaga birilishi Ukrainaniki tank qo'shinini zo'r darajada kuchlantirib Ruslarnikida seçtiğin çağda. Bu qatimki urushniki tezroq og'irlashishini texmo ilgari surdi. Andan bo'libmi Kiyev Ukrainaniki poytaxti Kiyevni qo'g'dash shu atrofidagi rus askarlarini vayron qilishda cho'ng rol o'taydi degan gaplar o'tirib chiqyotdi. Bu bir Ukraina urushidagi bir yangiliklar, endi nurg'un kishilarniki deyishicha bu urush bu yil oxirlashishi mumkin deydi. Rossiya mag'lub bo'lib. Hozir endi ehtimol Putin qanday qilib o'zining taqdirini o'rlashtirish, nastoruk boshqaryapti bir bo'lsa, xuddi Hitlerga o'xshash o'zini o'ltirib oxirlashi mumkin degan paranglarni o'tirib chiqyapti. Ma Xitoychalik Zimiti deb qo'ydi, erkin mediachilar degan. Shundoq mediachilarning analizida ash gaplar o'tirib chiqyapti. Bu jazmlashgan gap emas. Endi meyada bir masala bor. Nima uchun Amerika Ukrainaga tank birdigan bo'lib qoldi? Bu tank yaqingacha bunday narsa o'tirib chiqmagan. Endi ba'zi analizlarniki deyishicha bu Baydenniki taqdiri bilan munosabatlik deydi. Xabarlarda bor, Bayden 2024-yili yana qaytadan Amerika prezidentlik sayloviga qatnashaman deb e'lon qilib bo'ldi. Amerikada bir prezident ikki qatim aqoqidan ikki qatim prezident sayloviga qatnashsa bo'ladi endi. Shunga Bayden o'zini e'lon qilib bo'ldi. Endi Bayden baqirib ketdi. Bu to'g'riliq ehtimol xabarlarda bor. Nurg'un yerlarda gaplarda ezib qilib, kurashishlarda uxlab qilib degandek ashtab bo'lib ketdi. Ashtab boshqa bu Baydenning qilayotgan ishlari xili ko'p demokratlarni hozir norozi qilyotdi. Shu sababdan bu qatim Baydenniki ba'zi
nachar ishlari pash bo'lishga boshladi. Bu ishlarniki birisi Biden 2-3 uyida Amerika hukumatiniki maxfiy hujjatlarini saqlagan ekan. Bu hujjatning soni bak ko'p. Bu yaqinqi hujjatlar bayoqligini bilmadim, lekin ko'pinchisi ayni vaqtda Obamaga muavin prezident bo'lgan vaqtida uyga ekib olgan hujjatlar ekan. Bir uydan 1000dan ko'proq sandiqda hujjat chiqdi endi. Bak chiqqan bu hujjatlarning soni. 3 taki uydan hujjatlar chiqdi. Ondan boshqa bu Biden'niki Amerika'niki Pennsylvania degan shtat var. Pennsylvania University degan universitetda Biden tadqiqot markazi degan bir markaz bor ekan. Ashadam chiqibdi bir qism materiallar. Bu Pennsylvania University'deki Biden tadqiqot markazi Xitoy eng ko'p so'qinib kirgan bir o'rin ekan bu. Demak, u yerdagi maxfiy hujjatlarniki ko'p qismini Xitoylar allaqachon o'g'irlab oldi degan gap endi. Bu ishlarni intayin murakkab, intayin echinishliq ishlar o'tirib chiqdi. Endi bu ishlarniki pash bo'lishi bu qatam Biden'niki o'zining ichidagi odamlardan o'ynagan roli bilan bo'yotdi bu ish. Ashta boshqa analizchilar Biden'niki 2024-yili qaytadan prezident bo'lib saylanishni yoki shu saylovga qatnashishni yoqlamaydigan kishilar mashina qilyotdi degan gaplar o'tirib chiqdi. Har holda bu o'tirib chiqqan bu ahvollarniki doirasi bek cho'ng, jinoyat darajasi og'ir endi. Bo'lib bu o'tganda Trumpniki seçtiğin çağda Trumpniki Florida'daki uyini 40 FBI'nin adamları 12'de saat 12'de maşinleri vaqırtıp gelip tekşirip Nurun Nasır'ın eşlik etken sandıklarını. Ameliyatta bazı analizlerin deyişçe Trump aynı vakitte FBI ile hemkarlaşkanken ular sendeki mehbi hüccetle bir xatar mı dese üyümkip kurpak da ular köstüp yo andaki miyagisel qulpini jihra taqa degandek qulplarni taqg'izib qolgan narsa buni FBI ko'sib turgan narsa. Lekin shu chaqda bir cho'ng o'yin o'ynaldi bu yerda. Shu o'tiri mezgillik saylamdan burun Trumpniki uyini aqtirish orqali nihoyatda bir cho'ng bir o'yin ko'rsatib Amerika xalqining oldida. Shu orqali shu o'tiri muddatlik saylamda jumlachilarni utib chiqishiga ta'sir ko'rsatish, to'sish haqidagi qilingan bir o'yin deb qaraldi shu vaqtda. Hozir ham shunday qaralyotdi. Uning bu seçtiğin chaqda Biden'ning uydan chiqqan maxfiy hujjatning ahvoli texnik og'ir ekan. Bu burun hech kim bilmay, hozir yo'qsa o'tirib chiqib qolibdi. Endi bu yerda yuz bergan yana bir ahvol buni asli oshkorlagan bu ishlarni asli oshkorlagan ish o'tiri mezgillik saylamdan bir 10 kundak baldir bo'lgan ishga. Lekin buni besib qo'yibdi. Shu mishlarni qildiganlar besib qo'yib saylamdan burun chiqatmasin deb. Saylam tugagandan keyin hozir ham o'tirib chiqishga boshladi. Ishqilib bu yerda Amerikada yuz berayotgan ahvolga odamning ishonchisi kelmaydi. Mushum Amerikami deb qaqis keldi odamlar ba'zida men shaxsan shunday. Shu odatda ko'p demayman bu ishlarni, ammo u yaqinqi bir cho'ngroq xabar bo'lganligi uchun buni sizlarga deb qo'ydim. Shunga bu qatim Biden hukumatiniki Ukrainaga tanki bir qilishdagi bir sabab Biden hozir 2024-yilda saylovga tushsa, mush xalqaro siyosat jihatda biroz natija yaratmasa, utib chiqishdan umid cho'ng emas. Shunga mayli o'zining partiyasining ichida bo'lsin yoki Amerikaning ichida bo'lsin, biroz natija yaratish uchun qarash deb qarayotdi ba'zilar. Endi Cumhuriyetçi partiyaning ichida Ukrainaga yordam qilishga qarshi chiqayotgan odamlar bor. Hozir qadar Amerika hukumati shu Biden taxtga chiqqandan keyin Ukrainaga 24 milyard 900 milyon dollarlik yordamni berib qo'yibdi Ukrainaga. Endi Cumhuriyetçilerin ichida bir qismlari bu ishlarga qarshi. Sababi nima desanglar, Ukraina hukumatida chirikchilik eg'ir. Bu pullar o'zing degan yerga bormaydi degan ko'z qarash bilan shunday bo'lyotdi. Endi shuningda ba'zi bayqalgan ahvollar bor ekan. U ishlarni men bu yerda deb o'tirmayman degan. Endi Xitoyninki ahvoliga kelsak, Xitoynikida cho'ng xabarlar bor yaqinda.
Uniki xabarlarniki birisi Falun Gongni ijod qilgan adam yaqinda bir narsani o'tirib qo'ydi. U deydi, mana shu Xitoy virusi chiqqan 3 yilning mobaynida o'lgan Xitoy nupusiniki soni 400 millionga bordi deydi. 400 millionga bordi. Ondan keyin shu virusniki bu qitimqi Xitoy virusi butunlay oxirlashgan chaqda o'lgan odamlarning soni 500 millionga bordi degan narsani o'tirib qo'ydi. Bular medialarda xil xabar bo'ldi. Bu narsani o'tirib qo'ydi. Andan keyin Yaponiyaniki tadqiqotchilari mana shu yaqinqi bir necha yil ichidagi Xitoyniki neft sarfiyoti, Xitoy davlat ichidagi neft sarfiyoti haqida tekshirish, tadqiq etilish orqali Xitoylarniki hozirgi nupusi 970 million degan yakunni chiqarib e'lon qildi yaqinda. Biz hozirgacha xalqaro ishlatayotgan son Xitoyniki 1 milliard 400 million nupusi bor deb ishlatib kelayotgan. Biz shuni deb qaraydik hozirga qadar. Ba'zan da 1,5 milliard degan gaplar o'tirib chiqqan. Lekin Yaponiyaniki tadqiqot natijasiniki ko'rsatishicha Xitoyning nupusi hozir 970 millionga. Endi Xitoyning o'zining bir tadqiqot o'rni bor ekan. Bu o'rin Xitoyning ichiga joylashganmi yoki sirtidami, men nima qilamadim. Esimdan chiqib qoldi buni men olgan vaqtimda esimda bordi. Bular shu nupusni analiz qiladigan bir usul bor ekan, elastik analiz usuli deydigan. Shu Xitoy haqidagi butun uchurlarni to'plab bular shu nupusga oid uchurlarni, nupus haqida ma'lumot beradigan uchurlarni hammasini to'plab, shu ma'lumotlarga shu elastik analiz usulini qo'llanib yakunlab chiqargan yakun hozir Xitoyniki nupusi 930 million degan yakun chiqadi yaqinda. Demak, shu bu sonlardan nimani ko'ra olamiz desanglar, yaqinqi 3 yil ichidagi Xitoy virusi sababidan Xitoyda o'lib ketgan odamlarning soni intayin ko'p. Endi yaqinda jasad ko'ydirish qiyinchilik, bu jihatdan nurg'un xabarlar chiqib ketdi. Ulardan yetarli darajada xabar topdilar deb o'ylayman. Endi meniki 2017 yozgan bir maqolam bor. U maqolani men Avstraliyaniki bir davlatlik tadqiqot organi chiqargan bir dokladni bir maqola qilib yozib Uyg'urcha yozgandim. U joydagi dokladning ismi Xitoy boy bo'lishdan burun qerib ketadi degan dokladning ismi shtaqdi. Uningda deyilgan ahvollar nima desanglar, Xitoy nupusiniki qerilishish ahvoli intayin og'ir. Dal emgak kuchi lozim bo'lgan vaqtida Xitoyniki shu 50 yoshni oshgan nupusi Xitoy nupusiniki 60%ga berib ketib, masalan 2037-yillarga borgan chaqda Xitoyda iqtisodiy jihatdan cho'ng chekinish bo'ladi. Shunga Xitoy boy bo'lishdan burun qerib ketadi, boy bo'lamaydi degan narsa o'tirib qo'ygan maqolada. Men shuni uyg'urcha maqola qilib yozgan. Bu meniki shu tor kitobimning birisida bor, hozirmi tor betimda bor. Endi bu yuqorqi shu Xitoyning hozirgi nupusi qancha degan ma'lumotlardan nimani bilamiz desanglar, bu qatim Xi Jinping Xitoy virusini ishlatib turib, Xitoydagi nupusning qerib ketish masalasini hal qildi bu. Qerlarni o'tiryapti. Bu qerlarni ko'payib ketishi degan gap bu davlatga nisbatan intayin og'ir yuk degan gap endi. Qerlar ishlayolmaydi, qimmat yaratolmaydi, iqtisodiy qimmat yaratolmaydi, ammo iqtisodiy qimmatni yeydi. Ular tamoq yemasa olmaydi, davolanmasa olmaydi, bir uyda turmasa olmaydi shular. Shunga bu qerlar degan gap bir davlat uchun bir og'ir yuk degan gap endi. Xitoydagi qerib ketish ashunday og'ir bo'lg'achqa, uniki Xitoy iqtisodiga bo'lgan ko'rsatgan ta'sirimi muqarrar holda intayin og'ir bo'ladi. Endi yaqinda o'lib ketganlarniki 80%dan ko'proqlari qerlar hisoblan. Bizga chiqib bo'lgan kishilar 80 yoshni yuqorilar degan gaplarni ma'lumdim men. Ashta bo'lg'achqa hozir xalqarada bu to'liq gaplar chiqyapti, Twitter'larga chiqdi. Ben buni yozgan, Twitter'ga inglizcha yozgan bu ahvollarni. Xi Jinping hozir Xitoy virusidan foydalanib qerlarning nupusini bitirib qilish usini yapyapti degan. Yaqinda endi g'arbliklardan ba'zi bu gaplarni o'tirib chiqaryapti. Men ularga javoban bu gaplarni qayta yozib qo'ydim. Mushta bir ahvol bor. Yaqinda bo'lgan yana bir ish, bu xalqarada bir har yili
açıldıgan bir yığın var. İktisadi Munber dediğin yığın. Ötken yıl bu yığında Xi Jinping degan jallat so'zlagan Xitoyga vakolatan. So'zlab yana shu cho'ng gaplarni qilib, bu o'zini va Xitoy davlatini dunyoni bir parlaq istiqbolga boshlab yapmoqdigan nijot yulduzlari sifatida ochiq so'zlagan o'tgan yil bular. Xi Jinping ochiq so'zlagan. Bu yıl o yığında Xi Jinping o'zi so'zlamadi. Liu He degan Xitoy so'zladi. Bu Xitoyniki so'zi haqida Amerikada bir gazet var, The Hill degan gazet. Bu Kongress gazeti deb tushunsanlar bo'ladi. Washington DC'de chiqadigan 1994-yilda qurilgan bir shirkatkan bu. Shu Amerikaniki kongressi, siyosiy sahnesi, hükümeti, müşuna ait nurgun nesler, müşu gezitki çıktı endi. Yakında müşu gezitka, müşu Liu He'niki, müşu iqtisadi munberde degen, söz degen nutki hakkında bir makale çıktı. Bu da tefsili makala. Eğer halsanlar ben öğretip bir meslek alırsın, onu okupasanlar buludu. Endi bu çıkan makale yazgan elbette gariplik adam. Bu makalada Liu He'nin sözünü tahlil qilib, Xitoyniki iqtisodiy jihatda hozir Xitoy yuzlangan qiyinchilik, hozir iqtisodiy ahvol, andan keyin mush Xitoyniki yolg'onchiligi, mushni nihoyat ig'ir darajada pash qilyapti bu maqolada. Deydi bu Liu He'niki bu qatimqi qilgan gapi intayin ig'ir darajadagi samimiyatsizlik. Andan keyin bütünlüğü yalgan ve məqsədlik otur koygan hata nokta nazar degan narsani otur koydu. Andi bunun da Liu He'niki bu qatimqi degan so'zi bilan Xi Jinping'niki o'tgan yilqi degan so'zi bilan osmon zamin farqi bor. O'tgan yilqi so'zida Xi Jinping degan jallat dunyoniki lideri sifatida so'zlagan bo'lsa, hozir ana Xitoy nima deydi? Nima Xitoy davlati burungi asliga qaytadi, biz chet elniki mablag' silishini qarshi olamiz. Ondan keyin Xitoy o'ziniki iqtisodini isloh qiladi. Burungidek Xi Jinpingniki ideologiyasini bak ta'kidlaydigan holatni o'zgartirdi. Uni o'zgartib biz yana iqtisodiy islohot yo'liga qaytamiz. Ondan keyin biz o'zimizning diqqatini iqtisodiy gulnish tarafga qaratamiz. 2023-yili Xitoy davlatining iqtisodiy taraqqiyoti normallikqa qaytadi. Hamda Xitoy davlati xalqaro tartibni qo'llovchi yoki unga yordam qiluvchi bo'ladi. Ondan keyin shu nimaga muhitni qo'g'dug'ichi bo'ladi degan gaplarni dedi Liu He degan Xitoy. Buningga qarta maqolada burun yozilgan bir maqola bor ekan, shuningdagi shu gapni naql keltirib turib deydi ekan, burun bir Mary McCarthy degan bir yozuvchi, yana bir Lillian Hellman degan yozuvchiniki maqolasiga baho berib, u maqoladagi yozilgan har bir so'zniki hammasi xato. Hatto bu so'zlarning ichidagi and deydi, inglizcha and degani bilan va degan gap, bilan the so'z qo'shimchasidan tortib xato deb baho beribdi ekan. Maqolada Liu He'ning degan gaplarga shunday baho berdi. Hammasi yolg'on, qip-qiz yolg'onchilik deb. Endi sizlarga bu gapni deyishimdagi bir sabab Uyg'urlarga belki cho'ng ziyon bo'lib ketdi. Endi 2014-yildan boshlab buni qayta davolashga hojat yo'q, belki ig'ir ziyon bo'lib ketdi. Endi shuning badliga dunyo Xitoyniki naqadar, Xitoy hukumatining naqadar bir saqtipaz, aldamchi, yolg'onchi, rezil hokimiyat ekanligini tunib ketdi. Hozir endi Xitoy hukumatiga asosan dunyo ancha ishonmas bo'lib ketdi. Mana shuning bir misoli ABD men degandek Shimoliy Koreya bilan Rossiyaniki boshqalarım ishonmaydigan darajada hozir. Ashta bo'ldi. Endi
bizniki to'lagan badalimizniki bir qismi Xitoy hokimiyatiniki abdi bashirsini dunyoga mushtaq oshkorlash jihatda zo'r to'pisi bo'ldi. Bu bir nuqtani tilga qo'yay dedim. Endi hozir bu Xitoy iqtisodiniki bundaq nachalishib ketishiga sabab bo'lgan bir narsa o'sha Xitoy virusi va shu Xitoyniki nol virus siyosatini amaldan qoldirgandan keyin Xitoydagi o'lim ko'p bo'lib, nüfus taqsimlanishi, nüfus jihatdagi foydasiz o'zgarishlar bo'lganligini tilga oldi bu maqola. Ondan keyin Xitoyniki iqtisodiniki o'sishi hozir 3% debdi bu maqolada. Xitoy o'zini danladı hozir esimda qilishi Xitoy o'zini hozir yiliga 6% 7% taraqqiyotimiz deb aşağı davatıda ameliyatda maqolani deyishi 3%. Ondan keyin 3% degan chog'da bir narsani aslini chiqarmasligimiz kerak. Hozir pulning pahalılığı esinglarda bor, belki o'sib ketdi yaqinda 8-9%larga berib ketdi. 8-9% pul pahalı bo'lib, iqtisod 3% o'ssa, ameliyatda iqtisod 5-6% tushib ketdi degan narsadan direkt biridan. Hozir Xitoyning iqtisod ahvoli shunday. Ondan keyin bu qadimki Liu Han'ın degan gapi nimadan direkt birdi desanglar, Xitoy qandaqdir to'satlanlarkin ularniki qalbi o'zgarib, burunqi iqtisodiy taraqqiyot, iqtisodiy islohot yo'liga, ishni ijitish yo'liga qaytmoqchi bo'lib qolganligini direkt bermaydi. Xitoy hozir shu Xi Jinping degan jallod chiqqandan keyin o'tirg'i chiqargan iqtisodiy xalqaro munosabat siyosatlarini o'zgartirishga majbur. Bu xohlaganlik emas. O'zi xohlab, o'zi rozi bo'lib o'tirib chiqarayotgan narsa emas. Hozir shunga majbur. Xitoyniki ahvoli shu darajaga tushdi hozir. Shunga maqtimki ahvollarni ashada tushunsak xatolashmaymiz deb o'ylayman. Hozir endi yaqinda ba'zi yuqori darajalik chet el amaldorlarning og'zida va shu erkin mediachilarning og'izlarida Xitoy Kompartiya hukumati bu yil yoki kelajak yil o'lib tushadi degan paranglarni ko'p bo'lyotdi. Bir qismi ahvollar bundan keyin pash bo'ladi. Xitoyda yana og'ir krizis yuz berish oldida hozir. Burungi narsalarimiz butunlay o'zgarib ketdi. İşte boshqa bo'libmalik Xitoycha dumping deydi, xalqlarniki yetib olish ahvoli intayin og'ir. Yetib olish degan nima desanglar, hukumat Xi Jinping degan jallod yuqori boshliqlar qanday chaqiriq qilishdan qat'iy nazar, tuvandagilar chaqiriqqa ovoz qo'shmay jim yetib olish. Maqatim Xitoyniki Chag'an bayramida po'janzasi bo'lmaydi degan buyruqlarni chiqarib ekan, ammo ba'zi rasm videolar Twitterlarga chiqdi. Uningda saqchi mashinalari po'janza etishga bo'lmaydi degan yo'g'on xatni mashinasi ustiga chiqarib qo'yib, ammo xalqlar atgan po'janzaniki tomoshasini ko'rayotgan rasmlar chiqdi o'tirgan. Bu nima desa, hukumat bu saqchi harbiylarga maosh taqtamasa, saqchi harbiylar hukumat uchun ishlamaydi. Kirim bo'lmagandan keyin. Ashta boshqa Xitoyda hozir mushtaq bir ahvolga qarab ketayotgan bir yuzlanish bor. Shunga bundan keyin Xitoyning ahvolida cho'ng o'zgarish bo'ldi degan gaplar ko'p chiqyotdi. Endi shu yaqinqi bir qancha kun ichida vatan haqida ba'zi bir muhim uchurlar keldi. Oxirida sizlarga shuni yetkazib qo'yay. Xabarlarda bor, Xitoy hukumati 8 yanvardan boshlab pasportni berishni kishilarniki chet elga chiqib ziyoratga, sayohatga berishga yo'l qo'yganligini e'lon qilgan. Ondan keyin ba'zi videolar chiqdi. Pasport berish asli keldi deb. Bu Uyg'urlarga kelgan vaqtida ahvollar butunlay boshqacha. U qanday ahvol desanglar, haqiqatan pasportni berishni birdigan ishlar bo'pti Uyg'urlarga. Ba'zi idora jamiyatlar pancha suva deydi, saqchi o'rinlari Uyg'urlarga pasportni beribdi. Lekin ularga bergan pasport hammasi burungi koni pasport ekan, vaqt o'tib ketgan. Ishlatib olmagan pasport ekan. Shu pasportni olish uchun har bir Uyg'ur oilasi oila bo'yicha berib, o'shaniki bir qasamlarga imzo qo'yib, o'shandagi pasportni olib kelibdi, lekin vaqt o'tib ketgan pasport. Ba'zi kishilar so'rabdi, buni vaqt o'tib ketgan bo'lsa, buni qanday yanglaymiz deb ekan.
bu pasportni qanday qilib yangilaymiz, yangi pasport olamiz desa, u bizning ishimiz emas. Tashqi ishlar ishxonasiga va shu chuqi beringlar deb aşağı debdi ularga. Ondan keyin ba'zilar tashqi ishlar ishxonasiga beribdi. Borsa ularga sen qaysi davlatga bormoqchi bo'lsang, shu davlatdagi adaming oldi bilan sana viza avassin debdi. Aşağı debdi, ba'zilarga vizani o'tibdi. Viza o'tib bo'lgandan keyin vizani olib bersa, shuning bilan bu ish to'silib qoldi. Uning azga davomlashmabdi endi. Chet eldan kelgan vizalarni evilib ular shu yerda to'sib qo'yibdi bu ishlarni. Ba'zi ayrim shaxslarda alırmışda ahvollar ko'rilibdi. Mankaga uchramışda raqandi. Ba'zi bir qarindoshlar, qozoq qarindoshlar 9 yanvarlarda Qozog'istondan vatanga qaytibdi ekan. Qaytgandan keyin shu Xitoylar chirin ichyotib degandan keyin endi ulardan Qozog'istondagi urug' tuqqanlarga 2-3 kun uchirib kelib turibdi. Mening ahvolim mandaq, mening ahvolim mandaq deb. Lekin 3 kundan keyin ular yo'qolib ketibdi. Bular qanday yo'qolib ketdi, aniq emas. Ularni endi lagerga kirib ketdimi, birov uslab qo'ydimi, zot nima ish bo'ldi, aniq emas. Demak, Xitoydagi pasportni qayta taqitish siyosati haqida Uyg'urlar unchalar umidlanib ketmaslik kerak. Bular hammasi o'yin. Burun biz işte paraz qilgan. Hozir endi shularniki, shu parazlarniki rostligi haqida mushtaq ma'lumotlar kelyapti. Shunga bularni sizlarga deb qo'ygim keldi. Andan keyin ba'zi qozoqlar shu chet elga chiqdim deb pasportlarni ruxsat olib borsa, ularga hukumat agar ular 4-5 jon bo'lsa uyda oldindan faqat birsini chiqsan, qolganlarini tutib tursan, bir odam chiqib qaytib kelgandan keyin undan keyin yana bir odam chiqishga bo'ladi deb mushaq gaplarni debdi. Lekin bu ishlar rasmiy yuz bermabdi, endi shu tashqi ishlar ishxonasidan bularga degan gap mushtaqki. Hozir endi Sharq Turkistondagi yerlik hukumatlarniki chin tutayotgan ishi qanday qilib lagerlarni padazlab uni xalqaroniki ko'zni bo'yash. Qanday qilib xalqaroni unutuldirish. Sharq Turkistondagi keng ko'lamlik lagerlar haqida, aşağı ulangan Uyg'urlar haqidagi ishlarni qanday qilib unutuldirish xalqaroda. Hozir bular shuning ko'yida ekan. Bu jihatda bir qism tadbirlar elib beribdi. Endi bizning o'tganlarda bilasizlar, Xitoyniki qolgan bir cho'ng ishi nurg'un lagerlarni turmuga o'zgartiribdi. Lagerga Uyg'urlarni sul degan gapni o'zgartirish, shu nomni qutilish uchun lagerni turmuga o'zgartgan bular. Ularniki mushat qo'l tutgan bir yo'limiz shu endi. Ba'zi chet eldagi kishilar uydagilar aloqalashib, anlasak hozir kasallar tugabdimish, yo'lama ichibdi, shunga men bir qaytib beribsan ko'playmikin degandek aloqalashganlarga uydagilar yo'q, hech qanday o'zgarmadi, kasal oxirlashmadi, hech qanday o'zgarish yo'q, kamma, sen qachon kasal bo'lganligini biz sana deymiz deb aytib uchiribdi ba'zi kishilarga. Endi yaqinda Xitoy medialariga chiqqan yana bir ahvol bor. Shu Hong Kongdagi ba'zi Xitoy saqchilariniki uyda bo'lgan ishkan bir Xitoyniki tog'isi u Xitoyga atasan shu saqchilarning boshlig'i o'xshaydi shu yerdagi. Ammo munosabati tog'a uka taraf bir munosabat keldi. Ata oq kiyim kiyib ko'chalarga chiqib namoyishchilarni urdiga ish bor. Ashdan sen chiqib qatnashgan deb shuni desa, u deb yo'q, men qatnashmayman. Unda qilsa qanday bo'ldi desa, agar sen qatnashmasang, hukumat yuqoridagilar SARS virusini qo'yitib nurg'a odamlarga o'lishiga sababchi bo'ladi, o'ltirib o'tadi. Shunga sen ana yaxshisi chiqqin degan mana gapni qilgan ekan. Endi bu gapni olg'adan boshqa tunishlari bu ishni yaqinda pash qilibdi. Bu mushu Xitoylarniki bir erkin mediachisining og'zidan chiqdi endi. Bu yerdagi gap nima desa, oq kiyimni kiydirib, ko'chadagi namoyishlarning orasiga bog'izib, namoyishlarni uyg'on odamlar, saqchilar bu yerga ishga tanlash yoki ishni qilish, u ishni qilmasa,
SARS virusunu qo'yib etib Hong Kongni o'ltirish. Xabarlarda bor Xitoy virusi Hong Kongni intayin vayron qilyapti. O'sha namoyishlar bo'lgandan keyin. Demak, buning ichida hukumatniki qo'li bor, qor qo'li bor degan gap. Buni biz bilatdik, burun faraz qilgan. Endi buniki ba'zi isbotlari o'tirib chiqyapti hozir. Men bu gaplarni olgandan keyin o'zimniki nihoyatda andish qilib kelayotgan bir ishim bor. Sharq Turkistondagi turma lagerlardagi Uyg'urlarga nima bo'lib ketdi? Bu Xitoy Hong Kongdagi namoyishlarni bostirish uchun virus qo'yib olsa, Sharq Turkistondagi turma lagerlardagi Uyg'urlarni nima qilyapti, nima qilyapti hozir qadar. Nihoyatda og'ir gumon bor. Bu to'g'riliq hech qanday uchurlar sirt chiqmadi. Lekin men xabarni olgan chog'da darhollamkin Sharq Turkistondagi turma lagerdagi qarindoshlarimiz esimga keldi. Ularning taqdiri nima bo'lib ketdi? Hozircha boshqa ma'lumot yo'q bu vaqtda. Shuning bu yerda shuni qisqacha qilib qo'ydim. Shuna qilib bugun men so'zlamoqchi bo'lgan bazmlar oxirlashdi. Kelar qatim ko'rishib omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.